bilishimcha xonanda Dilfuza Ismoilova bilan yaxshi ekansiz, to'g'rimi? Birga o'qigan ekansizlar. Mana keyingi kursda o'qishgan. O'zi yaxshi qizda-yu qiz. Sizlarni maqtadilar. Voy, u qiz o'zi uni bag'ri dunyolarcha-da. Men deymanki, o'sha yoshligida aytardim, Dilfuz, bir yuraging bor, otni kallasida deb. Yo'q, deb otni kallasidan ham kattaroq. Aytarish, o'zi yaxshi inson-ku, u mard. To'g'ri. Kачестволari ko'p-da. Illatlaridan ko'ra, illatlarini bilmayman Dilfuzani, bormi yo'qmi? Ammo biz hech qaysimiz farishta emasmiz baribir. Xislatlari ko'p. Juda xislatli inson, xislatlari juda ko'p uni. Sanab menimcha yeta olmasam kerak. Dilfuzaga rahmat. Bolalarini evladi. U ro'zg'or evladi. Dilfuzaga katta rahmat. Menga taqdirdosh bo'lgani uchun ozgina taqdirdoshda baribir. To'g'ri. Shu xo'jayinni ham yaxshi tanirdim. Davron biz bilan o'qigan, biz o'sha bizdan keyin kursda bitirishgan ular. Biz teatralda o'qiganmiz. Davron ham yaxshi bola edi, ammo bu taqdir, bu taqdir qismat. Seni menga berdi. Keyingi savolim.